85 ming deysizmi aka? 85 ming. Yo'q, baland aka. Endi uyi ko'ryapsiz. Xo'p. Chiroyli qilib did bilan qurilgan. Yaxshi mahsulotlardan ishlatganmiz o'zimiz uchun, yashash uchun. Ko'rib chiqdim aka, 3 uy 7 Ko'rganmiz. so'ti. 5 ta xona bor ekan. Kamchiligi bo'lsa aytasiz, ko'rib chiqqanim aytaman. 4 ta sanuzel. 4 ta sanuzel. Darvozaxonadan kirib kelishimiz bilan o'ng qo'lda O'ng qo'lda bitta rakvinalari, sanuzel, boshqalar hammasi bor. O'ng qo'lda yana bitta Xona xonamiz bor, ichida yana sanuzel bor. Bu yoq yozgi oshxona. Yozgi oshxonaga joy qilib qo'yganmiz tayyor. Suvlarni chiqarib, gazlarni tortib. Gap yo'q aka lekin. Suvlar ham chiqarilgan. Hamma suvli chiqarilgan. Sentralni suv ham bor. Sentralni ham bor, hududdan ham chiqarilgan. Suv qo'yilgan. 32 talimi bu? 32 talik. Napollari zo'r. Aka, mana shu aks kremli suvdan bitta iching. Bitta oching aka. Ancha o'zingiz kelib qolasiz lekin. Rostdan lekin haqiqatan sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. Aks kremli suv. Bitta ichib oling aka. Bismillah. Hozir akam borish srochniga ko'ndirib qo'yaman, xudo xolasa. Aka, bu borish juda ham shifobaxsh. Asabga ham, oshqozonga ham, buyrakka ham, xullas nima kasalligingiz bo'lsa, tuzingiz bo'lsa, tuzingizni ham tushirib yuboradi. Yoqdimi aka? Ha, yaxshi mazasi. Endi 75 ga berasiz aka. Bitta suv berib 75 mi? Yo'q, aka, bu suv bor-ku. 85 so'rayotgandi, mayli 80 ga qilib beramiz. Sal zaril bo'lib turganiga. Endi aka mana sekin o'zingiz kelyapsiz aka. 75 ga beravering aka. Ya 75 sal mo'ljalga to'g'ri. Menga eng yoqqan joyini aytaymi aka? Mana bu yerda ikkita spalni bor ekan orqada. Ikkita spalni bor. Chiqqaningizdan keyin priroda yoqtiraman aka. Orqada joy qilib qo'yilgan. Aynan o'ziga ekanda. Lekin bor dacha qilib yuborsa ham to'g'ri bo'lar ekan. O'zi dachaga mo'ljallangan edi. Mana bu yerda o'zi basseyn qilib, basseynga mana bu oilaviy kelib, dam olishga. 10 ga 5 qilib, shamollikni. Keling aka. 76 ming qilaylik. Mayli, sizniki emas, meniki emas. Bo'ladimi? Mingni yana o't beraman. 79. 77 qiling bo'ldi hisob aka. Mayli. Bo'ladimi? Obunachilar 500 qo'shing, 77,5 bo'lsin obunachilar. Bo'ladimi? Shunga rozi bo'lasizmi aka? Roziman. Bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, alkofonli qilingan. Darvozaxonaga? Darvozaxona. Tunkafon ishlari fermalar bilan qilingan. To'sin ishlatilmagan. Temirdan tashalgan Fermadan tashalgan. Rossiyskiy profinasillardan yopilgan tomlari. Tomlari. 307 sotiq bu joyimiz manzili Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanimiz, ya'ni Yangiyo'l shahardan o'tib boramiz. Archa ko'cha keladi. Archa ko'chadan Frunzal mostiga chiqib ketishimizda birinchi ko'cha o'ngga. O'ngga kiramiz, yana birinchi ko'cha o'ngga tashlaymiz. Keyin chap qo'ldagi ko'chada nechinchi uy? Oxiridan 5-chi. Oxiridan 5-chisi. Bu yoqdan 3-chisi. Bo'ldi. Do'stlar, lekin haqiqatan bosib yuboramiz. 77.500 dollarga akfarlarni ham ayamasdan tiqqan ekanlar. Eshik romlari ham zo'r ekan. Menga haqiqatan yoqdi. Sizga tavsiya qilaman. Bosib yuboring.